Assalomu alaykum azizlarim, xayrli kun hammangizga. Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Oilanglar tinchmi? Hamma sog' omonmi? Biz vodiydan Samarqandga yo'l oldik. Zapravka qildik. Zapravkadan chiqib oldik. Hamma joy yomg'ir. Yomg'ir yog'moqda, yana qayerlarda yog'di. Bizni go'zal vodiylar yana ham go'zallashib ketibdi. Vodiy qayerdan deb o'ylaysizlar, azizlarim? Va nihoyat Patirga ham kelib oldik. Probkada qolib ketdik. Probkadan chiqib oldik. Sog' salomlarni oldik Patirdan. Va yo'lda yurishni davom ettirdik. Azizlarim, mana Pirvali sog'inganlar, qori sog'inganlar. Mazza qilib hamma o'zi bilan o'zi ovora. Qorbo'ron o'ynamoqda bolalar, rasmga tushyapti. Selfie qilishyapti. Sizlarga sog'inganlar uchun qorni ko'rsatmoqchiman. Faqat Pirvalda yog'di-ku, boshqa joylarda yog'magan. Shuni hisobiga hamma sog'ingan bo'lsa kerak. Yana qayerlarda yog'di qor? Kommentga yozib qo'yinglar, azizlarim. Like bosingni, obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz. Bolalar bilan biz Samarqandga yo'l oldik, oilaviy. Samarqandda yashaymiz 3-4 yildan beri. Shu bilan videoni yakunlamoqchiman, azizlarim. Video yoqqan bo'lsa like bosingni, podpiska bo'lingni, komment yozishni esdan chiqarmayni. Allohga omonat bo'lingni, o'zingni asranglar. Ehtiyot bo'lingni, ko'rishganda ko'rishguncha. Videolar yoqqan bo'lsa like bosingni. Xayr. Shuni bo'lsa ham qo'yay dedim. Xayr, o'zingni ehtiyot qiling, Allohga omonat bo'lingni, ko'rishguncha.